Azamat, buni lo'ndachasi yo'qolib qoldi kujira. Bu ham eskirdi, shuni rangini to'g'rilashimiz kerak. Rang do'kon bor ekan, qani ko'raylik, qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum usta bobo. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Ko'rmayapsiz. Aka, bunga mokriy asfalt uramiz, bo'ladimi? Akajon, любой mingdan oshiq ranglarimiz bor. Xohlagan rang urib beramiz aka. Ha, devolga urasizlarmi yo tayyorlab berasizlarmi? Nima qilasizlar? Qayerda beradi? Apparatimiz bor akajon. Ha, apparatga rang tayyorlab berasizlar. Albatta. Keyin o'ylaga, to'yxonaga Xuddi shunday. Bu kvadratga hisoblanadimi yo metr baymi? Bu aka kvadratga hisoblanadi bu. Ha. Kilosini qo'yamiz, kilosini o'lchaymizda, o'shanga qarab narxlanadi. Narx-navo qanaqa? Narxlari hamma yo'q aka. Zo'r ekanda, ana shuni yaxshi mokriy asfaltga urasiz, yaxshi chiqsa aravamni ham olib kelib urdiraman. Bo'ladi. Bulutli rangini ham chizib beraman sizga. Yo'q, albatta. o'ylaga ham bir patachenko qilish kerak bo'lmi shu? Akajon, mingdan oshiq ranglarimiz bor. Gap yo'q, bo'lmasa tayyorlab berasiz bo'lmasa Bu mana. faqat Yevrostroyda bo'ladi aka. Yevrostroydami? Albatta. Qayerdan mahsulotlarni olib kelasizlar? Hammasi chet eldan keladi aka. Chet eldan keladi. Chet eldan keladi akajon. Gap yo'q bo'lmasa. Menga o'yimga kerakli bo'layotgan ranglarni yozib beraman, spiska qilamiz, chiroyli qilib o'yiga xonadonlarga yetib qilib beramiz, ha? Bo'ldi. Rangi yaxshi chiqsa akajon, bitta ziyofat mana. Bo'ldi. Yo'q, Davudra tizza bo'yi yeb ichar qilamiz. Azamatni ham chaqiraman. Ranglar ham ko'p ekanda. Nechta rang bor aka? Ustovo, mingdan oshiq ranglar bor. Buni qarang. Xohlagan turda bulut deysizmi, boshqa narsasizmi, hammasi chizib beradi. Menga havo rang qilib berasiz, agar buzib qo'ysangiz ko'tar bir rang pangin deyman. Bo'ldimi? Bo'ldi, aka.